Qishloqlar. Qishloqqa. Ha. Voy, qishlog'imizga hozir 1,5 soat, 1 soatlarda onnaqa kelarkan. Qorli bo'ron. Bunker qurishimiz kerak. Voy, tezlanglar unda. Jasurbek, sen obunachilaring bilan salomlashib ol, biz ungacha tayyorlanib turamiz. Hop, men ketdim. Hammaga salom, sizlar bilan Jasurbekman. Bugungi videomizda bizga hozir ko'rib chiqdilaring. Bizga qorli bo'ron kelyapti ekan. Shuning uchun bunker qurib bo'lmaydi. Uni qishloqlar o'lib ketishi mumkin. Unda qurilishni boshlaymiz. Men adminlardan so'raganman, kreativni berib turish uchun, chunki bu bunkerni qurish uchun ancha narsa ketishi mumkin. Bolalar, sizlar like bilan obuna bo'lib tursalaring, bunaqa videolar ko'p chiqib turadi. Davay. Qishloqqa, senmisan? Ha, Jasurbek. Men bunkerni quryapman. Shu an aytib qo'yay. Qaranglar. Mana mashinani quraveramiz, mana mashina. Ha, quraveramiz. Men qurilish boshladim. Bo'pti, quraver. Biz mebellarimizni olib turamiz. Hop. 5 qavat yetadi? Ha, 5 qavat yetadi. Kattagina qilgan. Hop. 3 qavatmi? 1, 2, 3, 4, 5. Bo'ldi, yetadi. Deydi esa ondan qilamiz. Ondan. To'g'ri ko'tariladi. To'xtanglar. Qani yer. Endi beyda bedroylar qilib chiqamiz. Bedroy. Shela deydilar. Chunki nimaga bedrock qilyapsiz deganlar uchun, chunki mana bedrock qattiq blokda, qattiq. Admindan so'radim, kreativni berib turing deb. Hozir shunday qurib bersak. Qorli bo'ron 1-2 soatlarda bo'larkan. 2 soat yetib kelgan bizning qishloqqa. Qishloqlar. Turyapsanmi? Bedroy taqiyim. Hop, bedroy taqiyapman. Bo'ldimi? Ha. Tagidan qo'yarsak. Endi. Nega? O'ttirog'iga. Yo, to'xtanglar, bolalar, yana chichapasroq qilaylik. Yomon qattiq keladi.
obuna bo'lib like bosishni unutmanglar bolalar. Bolalar endi mana ega. Endi mana ega haligi narx qo'yamiz. Mana temirlisidan. Chunki temirlisi yaxshiroq. Qani bu endi. Voh, ovqatlar. Mana richak kerak edi, richak. Ana. Endi buni yopib qo'yamiz. To'g'ri, mikro'lay. Bo'ldi. Endi mashinani qo'yamiz. Ochib bo'lganimdan keyin videoni ochaman. Xudoga shukr bolalar, mana bo'ldim. Chunki tepani qilmadim, chunki tepada antina kirib turish kerak. Hozir mana ega bitta narvon qo'yib qo'yamiz. Kreatifda mana u. Qishloqlar kirasizlarmi? Ha. Video tur. Kirolaylik. Hop. Bo'ldi jitellar mana. Tepasini yopmadim, antina kirish uchun. Jitel. Qishloqi. Bo'ldimi, yaxshimi? Qilmayapsizlarmi? Ovqat bor, hamma o sandiqni ochsalar, ovqat nima? Bo'pti, rahmat senga. Hop. Men hozir shunday ko'chaga chiqib kelaychi, Hop. Yo, ko'chaga chiqmay qo'yiraman. Men chaqib bo'lsa, ishni qilmaydi. Bo'pti. Hop. Uyga silatishaveraylik. Bo'ldi qishloqlar. Yaxshi. Mana to'st. Ovqat bor. Bo'ldi, men ovqat
bo'lmaydi. Gamburger yaxshi ko'radi. Men qishloq yeysanmi? Yesang. Bo'ldimi qishloqlar? Jasurbek, tepada elaydi. Qishloqlar. Hamma qaraysan menga. Tinibdi ko'chadagi. Chiqib ketdik. Sizlar bilmadimmi men ketdim. Sizlar qaydan paydo bo'ldilaring? Qishloqi. Sizlar qaydan paydo bo'ldilaring? Biz mana shu o'zimizga bunker qurdik. Qayda? Mana nima? Shaxtada. Yaxshimisan o'zi? Ha. Biriga uchrab qo'ygan ekan. Hop. Mer yo'q-ku. Mer aytdi. Mer aytdi. Uni hosiliga qarab qo'ygan ekan. Hop. O'zimizga bitta endi uni qilib olmasak. Vallahi mana meni uyim ona. Mana meni uyim. Hosiliga. Bittim. Daraxt qo'yib qo'yaylik. Vallahi uzr tishim o'rayotdi, yaxshi gapirolmayman. Ming bor uzr. Daraxt. Ayla, to'ra. Hop, endi ekib qo'ysak. Kartoshka, sabzi. Ikkalada ekib qo'ysak. Ovozim yaxshi boryaptimi bolalar? Yaxshi bormayotganmiz, uzr. Menga boshqa bir sabzi, bir kartoshka. Vallahi qishloqlarga berib qo'y. Qishloqlar uchishimni ko'rmaslik kerak. Qani edi ona jitel? Qishloqi. Mer mana hosilladi. Men videoni tugatadigan vaqtim bor. Men mana ularni mer donasiga solib qo'ygan. Xo'pmi? Menga beryapsan. Mer donasiga solib qo'ygan ekan. Hap. Men bo'pti ketdim. Hap. Hammaga xayr, sizlar bilan Jasurbek bo'ldi. Obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar bolalar. Bundan ko'proq videolarning chiqishini istasangiz, har doimgidek aytaman, obuna bo'lib, like bosing. Xayr.